Mana endi men doim qora oddiy ipimizdan foydalanaman. Ya'ni 4 qavat qilib 4 qavat qilib bitta qilib turib 8 qavat bo'ladi-da jami va shunaqa qilib tikib chiqaman. To'qiydigan ipda qilsalaring o'xshamay qoladi. Shuning uchun o'zimiz ishlatadigan oddiy ipdan foydalanganlaring yaxshi. Ko'zimizni xuddi shunaqa qilib tikib olamiz. Mana ipimizni xuddi shunaqa qilib kiprikka o'xshatib, ya'ni ko'z qismini shu joyini qora ipda shunaqa qilib tikishimiz kerak. Mana tikib oldik. Endi qaranglar. Ipimizni tortamiz. Qattiq tortamiz. Ko'z qismi shunda ichkariga kiradi. Mana qattiq tortib tugib qo'yamiz. Mana ichkariga kirdi. Ko'rdinglarmi? Xuddi shunaqa qilib ipimizni qattiq tortib tugib olamiz. Va ipimiz qolgan joyini kesib tashlaymiz. Va kurchokda ichkari qismiga kirgizib yuboramiz. Shunaqa qilib ichkarisiga kirgizib yuboramiz. Ko'z qismimiz ichkariga kirdi va chiroyli bo'lib chiqdi. Endi qo'lini tikib olishimiz kerak. Yinaga ip o'tkazib oldim, ya'ni o'sha uzunroq qilib tashlagandek. Endi xuddi shu joyiga o'yinchog'imizni tikib chiqamiz. Mana xuddi shunaqa qilib ipimizni o'tkazib tikib chiqamiz. Va buni orasidan o'tkazib shu joyidan ichkarisidan chiqarib olsanglar, ya'ni shu joyidan ipimizni uzsak, hech qayerdan ip chiqib qolmaydi. Mustahkam bo'ladi. Mana bitta qo'lchamiz tayyor. Endi keyingi qo'lchasini ham xuddi shunaqa qilib tikib chiqamiz. Mana ikkala qo'lini tikib oldik. Endi oyoq qismini tikishimiz kerak. Yinaga ip o'tkazdim. Oyoq qismini xuddi shunaqa qilib, bu o'yinchog'imiz o'tirgan holatda bo'ladi. Shuning uchun oyoqchasini xuddi shunaqa qilib tikib chiqamiz. Qo'l qismini pastiga mana xuddi shunaqa qilib tikib chiqamiz. Birinchi oyoqchasidan ipni o'tkazamiz, keyin qorin qismiga xuddi shunaqa qilib qotirib tikib chiqamiz. Oyoq qismini ham tikib oldik. Keyingisini ham xuddi shunaqa qilib tikamiz. Ipini orasidan chiqarib olamiz. Ipini uzib oldik. Keyingi oyog'ini ham xuddi shunaqa qilib tikib chiqamiz. Keyingi oyoqchasini ham tikib olamiz va boshiga qalpoqcha to'qiymiz. Keyingi videomda chiqaraman. Xudo xohlasa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmanglar. Mana o'yinchog'imiz tayyor bo'ldi. Endi boshqa qismini to'qiymiz. Qalpoqchasini to'qiymiz. Buning uchun biz qizil ipdan foydalanamiz. Shunaqa qilib aylantirib olamiz va 6 ta pelus to'qiymiz. Mana birinchi 6 ta pelus qilib olamiz va ipimizni tortamiz.
tortib qadaymiz. Mana 6 ta plyusimiz bo'ldi. Endi har bittasiga 2 tadan qilib ko'paytiramiz, ya'ni har bitta plyusimizga 2 tadan qilsak 12 ta petlamiz bo'ladi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mana 12 ta bo'ldi. Buni kirgizamiz. Endi bittasiga bitta to'qiymiz, keyingisiga 2 ta to'qiymiz. Bittasiga bitta to'qib, keyingisiga 2 ta to'qiymiz. Shunda jami 18 ta plyusimiz bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa qilib ko'paytirib chiqamiz. Bittasiga bitta, bittasiga 2 ta. Bittasiga bitta. Mana jami 18 ta bo'ldi. Mana endi keyingi qatorga keldik. 4-qatoriga. Bu qatorda 2 ta to'qiymiz, ko'paytiramiz. 2 ta to'qib, ko'paytiramiz. Shunda jami 24 ta petlamiz bo'ladi. Mana bu bitta 2 ta to'qidim. Endi bitta joyiga 2 ta qilaman. 2 ta to'qidim, bitta joyiga 2 ta qilaman. Shunda jami 24 ta petlamiz bo'ladi. Mana bu yoq tushunarli bo'ldi shekilli. Uni ko'p o'rgatganman. Osongina tushunib olishingiz mumkin. Endi keyingi qatorida shunday ko'paytirmasdan aylantirib to'qib chiqamiz. Mana aylantirib chiqdim. Mana endi keyingi qatorga keldik. 6-qatorida bitta, ikkita, 3 ta to'qiyman, ko'paytiraman. Bitta, ikkita, 3 ta to'qaman va keyingisigida ko'paytiraman. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha aylantirib kelamiz. Mana aylantirib keldim. Tez tushunarli, aniq bo'lishi uchun tez o'tkazib o'tyapman. Endi bu qatorida ko'paytirmasdan shunday aylantirib chiqamiz. Prosta aylantirib to'qib chiqamiz. Mana aylantirib to'qib keldim. Endi biz 8-qatoriga keldik. 8-qatorida 4 ta to'qiymiz, ko'paytiramiz. Belgilab olish esdan chiqmasin. 2, 3, 4. Mana 4 ta to'qidim, ko'paytiraman. 4 ta to'qib, 2, 3, 4 ta to'qidim, ko'paytiraman. Xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qib chiqamiz. 4 ta to'qib ko'paytiramiz, 4 ta to'qib ko'paytiramiz. Mana oxiriga keldik. Endi ko'paytirmasdan bitta aylantirib to'qib chiqamiz. Ya'ni shu 36 ta plyusimizni aylantirib to'qib chiqamiz. Mana endi keyingi qatorga keldik. 10-qatorga. 10-qatorimizda 5 ta to'qiymiz. Ko'paytiramiz. 5 ta to'qib ko'paytiramiz. Bitta to'qidim. Belgilaydiganni qo'yib olaman. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Mana 5 ta to'qidim. Endi bitta joyiga 2 ta qilib ko'paytiraman. Xuddi shunaqa qilib aylantirib oxirigacha to'qib kelamiz. 5 ta to'qib ko'paytirib mana oxiriga yetib keldim. Endi 5 ta to'qidim, oxirida mana 2 ta ko'paytirdim. Xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qib chiqdim. 5 ta to'qib ko'paytirib, 5 ta to'qib ko'paytirdim. Endi mana bu qatorida
hech qanaqa ko'paytirmasdan o'sha 42tani o'zini aylantirib to'qib chiqamiz. Ya'ni birinchi qatorida ko'paytiriladi, keyingi qatorda ko'paytirmasdan aylantiriladi. Keyingi qatorda yana ko'paytiriladi, keyingi qatorda yana aylantirib to'qib chiqiladi. Oxirigacha aylantirib to'qib chiqamiz. Xuddi shunaqalar. Mana endi 12-chi qatorga keldik. Bu qatorimizda 6 ta to'qib ko'paytiramiz. 6 ta to'qib, keyingisiga 2 ta to'qiymiz. Ya'ni 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Mana 6 ta to'qidim. Keyingisiga 2 ta qilib to'qiymiz. 6 ta to'qib, yana shunaqa qilib ko'paytirib, oxirigacha to'qib kelamiz aylantirib. Mana shu joygacha. Mana to'qib aylantirib to'qib chiqdim. Mana to'qib aylantirib chiqdim. Endi bu qatorimizda 13-chi qatorimizda shunday ko'paytirmasdan aylantirib to'qib chiqaman. Ko'paytirmasdan shunday to'qib aylantirib chiqaman mana shu joygacha. Mana endi keyingi qatorimizga keldik. 14-qatorimizda 7 ta to'qiyman, ko'paytiraman, 7 ta to'qib ko'paytiraman. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Mana 7 ta to'qidim. Endi keyingisiga 2 ta qilib to'qiymiz. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha aylantirib to'qib kelamiz. 7 ta to'qib ko'paytiramiz, 7 ta to'qib ko'paytiramiz. Mana qalpoqchamiz ham tayyor bo'lib qoldi. Mana oxirigacha to'qib keldim. Endi bu qatorimizda ko'paytirmasdan shunday aylantirib to'qib chiqamiz. Ko'paytirmasdan shunday aylantirib oxirigacha to'qib kelamiz. Mana endi 16-qatorga keldik. Bu joyda bitta 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta to'qiymiz va bitta joyiga 2 ta qilib ko'paytiramiz. Yana 8 ta to'qib, yana ko'paytiramiz. Oxirigacha shunaqa qilib to'qib kelamiz. Mana oxirigacha to'qib keldim. Endi bu qatorida shunday to'qib aylantirib chiqamiz, ya'ni ko'paytirmasdan bir qator to'qib aylantirib chiqamiz. To'g'ri to'qib aylantirib chiqamiz. Mana aylantirib to'qib keldim. Endi 18-qatorga keldik. 18-qatorda 9 ta to'qiymiz, ko'paytiramiz. 9 ta to'qib ko'paytiramiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta. Endi mana bitta joyiga 2 ta qilib 9 tani ko'paytirib oldim. 9 ta to'qib ko'paytirdim. Endi mana bitta joyiga 2 ta qilib ko'paytiramiz. Xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qib chiqamiz. Qalpoqchamiz ham tayyor bo'lyapti. Mana 9 tani to'qib ko'paytirdim. 9 ta to'qib ko'paytirdim. Endi bu qatorida 19-qatorida 66 ta plyusimizni to'g'ri aylantirib to'qib chiqamiz. Belgilash eslangdan chiqmasin. To'g'ri to'qib aylantirib kelamiz.
to'g'ri to'qib aylantirib kelamiz. Mana to'qib kelib oldim. Endi 20-qatorimizda 10 ta to'qiymiz. Ko'paytiramiz, 10 ta to'qib ko'paytiramiz. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, mana 10 ta bo'ldi. Endi keyingisiga ikkita, bitta joyga ikkita qilib ko'paytiramiz. Xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qib kelamiz. Mana qalpoqchamiz ham tayyor bo'lib qoldi. Endi bu qalpoqchamiz boshda turishi uchun, bemalol turishi uchun buni ichkari tomoniga qaytarib ham to'qishimiz kerak, boshida qimirlamay turishi uchun. Endi mana 21-qatoriga keldik. 21-qatorida yaxshilab e'tibor berib turasizlar. Uzorimizni bitta tomonini tashlab, o'rtasiga kirgizib chiqaramiz. O'rtasiga kirgizib chiqaramiz. Mana bu joyda shunaqa uzor qoladi. Buni keyin to'qiymiz. Orasini tashlab to'qiymiz. Mana belgilab oldim. Aylantirib, xuddi shu joygacha, xuddi shunaqa qilib to'qib kelamiz. Mana bu joyiga biz mana o'rtasiga kirgizib chiqaramiz. O'rtasiga kirgizib, belus qilib to'qiymiz. Shunda mana bu joyi uzor bo'lib qoladi. Keyin bu joyini to'qib chiqamiz. Hozir ko'paytirmasdan, hech narsa qilmasdan aylantirib, faqat xuddi shunaqa qilib to'qib chiqamiz.